Och qornim, tinch qulog'im. Kuni kecha bir odam gidrogel haqidagi videomizga shunday izoh qoldirdi. Gidrogel solmayman. Och qornim, tinch qulog'im. Shu gapni o'qib o'ylanib qoldik. Aslida aynan shu fikrlash sabab ko'pchilik yillab bir joyda qolib ketadi. Bugun qornim toq bo'lsa bo'ldi. Tavakkal qilmayman. Yangilik kerak emas. Lekin bir narsani eslaylik. Bir necha yillar oldin tomchilatib sug'orish O'zbekistonga endi kirib kelganida odamlar nima degan? Bu kerak emas. Bobolarimiz bunday qilmagan. Qimmat ekan. Eski usul ham ishlayapti-ku deyishgan. Bugunchi? Bugun kelajakni o'ylaydigan deyarli har bir fermer tomchilatib sug'orishdan foydalanyapti. Chunki hayot bir haqiqatni isbotladi. Yangi texnologiyani birinchi bo'lib qabul qilgan odam ko'proq pul topadi. Hozir xuddi shunday davr Tribus gidrogel uchun keldi. Ba'zilar hali ham och qornim, tinch qulog'im deydi. Lekin aqllilar hozirdan xarajatimni qanday kamaytiraman, issiqda hosilni qanday saqlab qolaman, har gektardan daromadni qanday oshiraman deb o'ylashyapti. Bir necha yildan keyin yana shu holat takrorlanadi. Hozir harakatini boshlaganlar o'sadi. Och qornim, tinch qulog'im deb yashaydiganlar esa nega suv yetmay qoldi? Nega hosil kamaydi? Nega xarajatlar oshib ketdi deb hayron bo'lishadi. Qishloq xo'jaligining qonuni oddiy. Kelajak yangilikdan qo'rqmaydiganlarniki. Kelajak boshqalardan oldin harakat qilganlarniki. Siz ham tanlov qiling. Och qornim, tinch qulog'im deb yashaysizmi yoki kelajak uchun ishlaysizmi? Unutmang, och o'tirishga siz har doim ulgurasiz. Boy bo'lish uchun esa harakat qilish kerak.